Diqqat xalq, tezkor xabar. Bugun ob-havo qanday bo'lishi aytildi. O'zgidromet 24-iyul kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 34-36 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Shuningdek, O'zgidromet joriy yilning 23-24 kunlari Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.